ayollarimiz eng ko'p so'raydigan spirallar haqida gapirib beraman. Spirallar o'zi ikki guruhga bo'linadi. Gormon saqlaydigan spirallar hamda gormon saqlamaydigan spirallar bo'linadi. Gormon saqlamaydigan spirallardan biri bu poliklinikada ishlatiladigan, eng ko'p tarqalgan, eng arzon mis spirallar hisoblanadi. Mis spirallar ham homiladorlikdan to'liq saqlaydi, faqat bu uzoq muddatga qo'yilsa yallig'lanish chaqirishi mumkin. Men deyarli bu spirallarni ishlatmayman. Metal saqlaydigan spirallar yana biri bu propolisli spiral. Men eng ko'p ishlatadigan, eng sevib ishlatadigan spirallarim bu uzoq muddat qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa yallig'lanish chaqirmaydi. Tabiiy tug'ruqdan keyin ham, kesirvadan keyin ham bemalol qo'yib, homiladorlikdan saqlanish mumkin. Gormon saqlaydigan spirallar deyarli mana bunaqa ko'rinishda ega bo'ladi. Aynan mana shu tepa qismi faqat matkada joylashadi. Bu gormon saqlaydigan spirallar asosan miyomasi, adenomiozi yoki yosh kattalarda qon ketishi, giperplaziyasi bo'lgan patsientlarga tavsiya beriladi. Men yosh patsientlarimga tavsiya bermayman bu spiralni, chunki bu spirallar hayzga keltirmasligi, hayzga kechiktirishi yoki uzoq muddatgacha hayzga keltirmay qo'yishi mumkin. Sizga qanaqa spiral tushishi, qaysi birini qo'yishi faqat ginekolog bilan maslahatlashib qo'ydirib olganingiz ma'qul.